Bizda O'zbekistonda tashqi ko'rinishingizga qarab birinchi muomala shunaqa bo'ladi. Sizni kiyimingiz, soch turmagingiz, sizni o'g'il bolalar bo'ladigan bo'lsa, aksessuarlaringiz, telefon, remень, sumka, tufli, zontik bu narsalar birlamchi sizni necha pullik odam ekanligingizni ko'rsatadigan, afsuski, shunaqa bir qiymat hisoblanadi. Keyin tanishib, yaqin bo'lganingizdan keyin balkim bu tushunchalarni o'zgartirarsiz. Ruslarda ham shunaqa maqol bor. Встречается по внешности, провожает по умам. Ya'ni sizni tashqi ko'rinishingiz bilan kutib olishadi va tafakkuringiz bilan kuzatishadi. Agarda siz mutaxassis bo'lsangiz, ust boshingiz sizni qo'pol qilib aytganda 1 millionlik kiyim bo'lsa-yu, siz $5000 xizmat haqi so'raydigan bo'lsangiz, hech qachon bunga rozi bo'lmaydi. Ya'ni sizni tashqi ko'rinishingiz sizni so'raydigan pulingizga mutanosib bo'lishi kerak. Umuman bu haqdagi batafsil ma'lumotlarni va shaxsiy kanalimda, o'sha birga o'samiz kanalimda bo'lishib boryapman. Qiziq bo'lsa, o'sha yerda ko'rishamiz. Marhamat.